Ha Komil. Yes. Bu dadasi kech bo'lganda qayerga ketyapsiz? Ereni ammasiniki ketyapman. Komil yerini hayda beri. Aqshda balo bormi yer haydab? Qor yog'maganiga Komil karam ekaman deyapti. Hayda ber yerimni deyapti. Juppa qilib bor, o'tir ko'zing bilan o'yla. Poponam hozir kelaman. To'choq sharmanda qilma. Yer haydasang kuz hayda, kuz haydamasang 31-dekabr kuni hayda. Yur. Kulağım çıkıp oladı. Can opa benden nima xohlaysiz? Atalam chiqib qoldi, meni qo'rqitmang. Ya qanaqa opa, xotiningizman, sizga ovqat olib keldi. Ko'zing go'lamay o'lgan, basharangga nima surib olding? Ertaga dugonalarim bilan o'tirishimiz bor, shunga chorli maska qilib oldim. Bo'pti, ovqat olib kelishga olib kelsa, endi bitta ishdan ham olib kel. Bu ho'jay muzlayapti. No'mon tog'a chidolmayman. O'g'lingiz birinchi o'rinda sog'lig'i haqida aytmoqchiman. Men oshnasi bo'lib turib, ketini ochaman hozir qarab turing. Birinchi o'rinda ichyapti. Ikkinchi o'rinda chekyapti. Voy tavaqli. Uchinchi o'rinda nos tortib trivandom qilyapti. Voy o'ynayman. Qanisi shunaqa ishlar qilsam, beriga dolma. To'xta. Dada, men ichkariga kirib turay. Shoshma og'ayning kelyapti. Assalomu alaykum tog'a. Tog'a bitta gapni aytaman deyapman. Tilim sepidan chiqib ketay deyapti. Ayt o'g'lim. Yangi yil kuni o'g'lingiz fonus uchirgan, birovni tomiga tushib yonib ketgan. Hozir kabeshda yig'lab o'tib ketdi bechara. Voy o'ynayman. O'g'lingiz telefonini olib bersiz, men o'g'lingizni qanaqa behayolligini isbotlab bermasam, Telefonni olib kel. Telefon mani telefon. Google tarixiga kiramiz, mo'ni qarang. Mo'ni qarang. Adib Brothers'ning qisqa hikoyalarini ko'ramiz. Nima edi bu? Voy o'ynayman. Sen qo'yog'ini kaltayishing sababi bor. Sen do'stlarga sotqinlik qilgansan. Sen menga Instagramda video tashlading. Oshna mana uni ko'rgan, vahshiy kulgili ekan dedim. Tupoy, men senga 5 minut avval o'sha videoni tashlagan edim-ku. Sen ko'rmagansan. Endi men seni ambulatoriyaga admin qilaman. To'g'a chekyapti. Mo'l qarang, chekyapti. Assalomu alaykum dada. Qayerdan kelyapsiz oqsalanib? Ha, maktabdan bankomatga jo'natuvdi. Ha, lineyka bilan urishdimi? Bizda ham bo'lgan. Sen tayyorlan, bitta ish bor senga. O'g'lim hozir kurashasan. Agar yutadigan bo'lsang, Xonsaroyda Ramazon loyihasidan boshlang'ich 30%ni to'la senga uyga beraman. Tushundingmi? Davay, qovoq qo'ygan. Ha, davay. Menga qara Lutfulla. O'g'limni kurashda yutsa, mashq qo'yman-da. Ye, bu tovuq urishtirganda qilinarda. Bo'ldi, qo'rqma. Davay, so'zavonaga sous qil. Bolam cho'chimog'immi? Bos, taysa motivatsiya. Pingvin kabi bo'linglar, pingvin kabi. Pingvin ham toqqa qarab chiqib ketyapti. Mana nes, bos. Ur bolam. Qo'ydi bering. Neyni emmagar. Mana destocho, qo'ydi uyga bor. Menga qara Lutfulla. Ko'rganlar aytibdi, o'g'lim sochini tortib uribdi. Unaqasi ketmaydi. Sochini yig'ishtirib chiqsin. Jang bo'lyapti bu yerda. Erkaklar jangi bo'lyapti. Sochini o'stirib chiqadi, tulkalarga o'xshab. Gazini bosinglar, ey. Nima deysan? Yo, men o'zimga o'zim chotki bosinglar. Mashinada gaz ham, benzin ham tugabdi. Uka chiqyapsizmi? Mana podyezdingiz eshigini tagiga mana 1 metr qoldi. Chiqasiz, ketamiz, uka. Ha, aka, men eshikkacha belgilaganman-a. Ya uka, mashina zinapayaga sig'maydi, yo diq qilib chiqaymi? Yo ko'tarib olib tushaymi? Shu qo'yog'iga o'xshamasdan. O yangi klient onasiga gul olibdi-da. Ha, mujik. Har bir istagimning chorasini topgan menga to. Assalomu alaykum. Ketdi-ya. Voy, Dugosh 14-fevralga zo'r gul berdi. Daysin ham berdi. Yaqinda to'y. Bo'pti, Dugosh gaplashamiz. Amaki, xolasiz masaj qilib qo'yaman. Mashinani ham naskimi yo'la xotin kelach. Uka kavlashib yuboraman, chiqmayapti shekilli-da, ha? Nima qilyapsiz? Qo'lingizni oling,
Ya haldan beri bunnini kavlab kelyapsan. Miyeni sug'urib olmagin. Mashinada bunnini kavlab qo'ydi qo'ltig'i. Burr ambulatoriyaga olib minib qo'yaman. Ben normallik gapiring, kishi mashinadan. O'zingni bos, urish nimadan chiqibdi desa, burun kavlashdan chiqibdi deyishmasin. Seni ursam uyat bo'ladi. Hozir sen tentur ukam chaqiraman. Davay chaqiring. Ishongan ukangiz keldimi o'zi? Ha, jiyanim keldi, ishtoningni ho'l qilib qo'ymasang bo'ldi. Burgut, bos. Как автопик, откроется пути, придется в эту яму. Bo'yda bo'lsang ham qiyin-da. Onangning gullar uchaman desam ishonmadimi butun qishloq? Men uchaman! Men sizga necha marta aytdim, Arab aka ucholmaysiz deb. O'zi uchadigan vaqtingiz ham kelib qolgan bo'lsa. Ha, jichcha shamol to'xtab qoldi-da. Qo'y yog'iga o'xshaysiz. Bitta qiz topgan mashinga sovchilikka borib kelaylik. Yur. Kelaylik. Hop, sizda bir sumbul bor ekan. O'shanga eshigingiz shipirgani keldik. Erkak ish qiladigan ishni qilaylik. Big'illatib qolma, indamay o'tir. Sovchilikka keldik. Kuyov bola qayerda ishlaydi? Qayerda ishlashni bilmayman-ku. Bu onangni ham kirdi, miyasi zo'r ishlaydi ona. Tugalma, erkak kishisan. Uy-joyi bormi? Yaqinda Xonsaroydan Ramazon tuhfasi bo'lyapti. O'shanda har bitta loyiha uchun 25% chegirma bo'lyapti. Ana shu uydan bittasini big'illatib qo'ygan o'g'il. Maqtashmasi xudo, kuyov bola juda farosatli. Farosati vij qilib turadi. Endi mol sotsa aybini aytib sot deyishadi. Qizim ozgina eshitmaydi. Napas olsa bo'ldi-da, to'g'ri Arab aka? O'zingni bos. Chaqiring, chiqani ko'raylikchi. Qizim choy olib kel. Qizim. Aytdimi eshitmaydi deb. A bo'l, tog'a qiynalmay o'zim chaqiraman. Ko'zim chiq. Bosmang. Qani. To'xtang. Bitta ko'rib olaylik. Ha, so'rintaydi ekan. Mishiga ketmasin. Qarang.